Assalomu alaykum. Bugun qisqacha 2026 yilgi Chevrolet Cobalt haqida gaplashamiz. Cobalt ko'pchilikka tanish va ishonchli nom bo'lib, u ilk bor yillar avval arzon, tejamkor va oddiy sedan sifatida mashhur bo'lgan. 2026 yilgi yangi avlod esa shu an'anani saqlagan holda, zamonaviy ko'rinish va texnologiyalar bilan qaytmoqda. Tashqi dizayni ancha yangilangan. Old qismida LED farlar, zamonaviy radiator panjarasi va silliq chiziqlar bor. Salon esa qulay va oddiy. Katta sensorli ekran, telefon bilan ulanish, qulay o'rindiqlar va yetarlicha joy bilan ajralib turadi. Orqa qatorda ham oyoq uchun joy yetarli, bagaji esa kundalik ehtiyojlar uchun qulay. Texnik jihatdan 2026 Cobalt tejamkor benzin dvigateli bilan keladi. Shahar va trassa uchun mos, avtomat yoki mexanik uzatmalar qutisi mavjud. Haydashda yumshoq, boshqaruvi oson va yoqilg'ini kam sarflaydi. Xavfsizlik tomonlama orqa kamera, avtomatik tormoz va bir nechta xavfsizlik yostiqchalari bilan jihozlangan. Agar uni Hyundai Accent, Chevrolet Onix yoki Toyota Corolla bilan solishtirsak, Cobalt narxi bilan yutadi va xizmat ko'rsatishda hamyonbop bo'lib qoladi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Cobalt bu kundalik foydalanish uchun qulay, ishonchli va tejamkor sedan bo'lib, oddiy va ishonchli mashina qidirayotganlar uchun yaxshi tanlov.